Assalomu alaykum, qadrdonlar, sog' salomatmisizlar? Okajonlar, xudo xolasa sizlarga bir zo'r yangiligimiz bor. 5-dekabr kuni Moskva vaqti bilan 20:00 da xudo xolasa finalimizni prямой efirda o'tkazamiz. Okajonlarim, opajonlarim, o'yinimizda qatnashishga ulgurmaganlar, harakat qilamiz, bilet olinglar. WhatsAppimizga salom deb yozadigan bo'lsanglar, sizlarga to'liq informatsiya yetib keladi. Bitta biletimizning narxi 300 rubl okajonlar. O'zbekistonda 50 ming so'mga to'g'ri keladi, Qozog'iston 2300 tanga, Qirg'iziston 350 so'm, Tojikiston 40 so'mga to'g'ri keladi okajonlarim. 500 ta sovrin qo'yganmiz. 5-tur o'yinimizda 500 ta sovrin, 30 ta avtomashina, undan tashqari 470 ta pul yutuqlari bor okajonlarim, opajonlarim. Harakat qilamiz. O'yinimizga juda yaqin qoldi. Xudo xolasa sanoqli kunlar. Biz o'zi finalga tayyorgarlikni boshladik. Sizlar ham finalga tayyor turinglar. O'yinimizdan bilet olib qo'yganlar. Harakat qilamiz. Telegram kanalimizga o'tib, Telegram kanalda finalimizda qatnashadigan biletlarimiz ro'yxati chiqishni boshladi. Kiringlar, o'z o'rninglarni ko'rib olinglar. Qabul qilinglar. Finalimizga tayyor turinglar. Xudo xohlasa 5-dekabr kuni okajonlarim, opajonlarim, 5-dekabr soat 8:00 da Moskva vaqti bilan finalimizni prямой efirda Instagramda o'tkazamiz. Hammanglarni xudo xolasa kutib qolamiz. Biz finalimizga tayyorgarlikni boshladik. Xudo xolasa kapsulalarni tikishni boshlaymiz. Biletlarimiz ro'yxati Telegram kanalimizda chiqyapti.